Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun juda muhim va foydali mavzu haqida gaplashamiz. Kuniga atiga bir dona sarimsoq organizmda qanday o'zgarish hosil qiladi? Shu haqida batafsil videomiz davomida ko'rib borasiz. U davleniya tushiradimi? Yurakka foydalimi yoki aksincha zararlimi? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki sarimsoq hammaga ham to'g'ri kelavermaydi. Bu haqida batafsil bilib olasiz. Sarimsoq nima uchun qadrli? Sarimsoq ming yillardan beri tabiiy dori sifatida ishlatib kelinadi. Qadimgi tibbiyotda u infeksiya, shamollash va yurak kasalliklariga qarshi qo'llangan. Sarimsoqning asosiy kuchi alitsin degan moddasidadir. Bu modda sarimsoqni maydalaganda paydo bo'ladi va shifobaxsh ta'sir ko'rsatadi. Sarimsoq davleniyaga ta'siri qanday? Sarimsoq eng avvalo qon tomirlariga ta'sir qiladi. U qon tomirlarini kengaytiradi, qon aylanishini yaxshilaydi, yurakka tushadigan bosimni kamaytiradi. Shu sababli sarimsoq davleniya baland odamlar uchun juda foydali va muhim. Lekin u dori emas, balki tabiiy qo'shimcha ekanini unutmang. Sarimsoq yomon xolesterinni kamaytiradi. Qon tomirlarini tozalaydi, yurak xastaligi xavfini pasaytiradi. Muntazam ravishda me'yor bilan iste'mol qilinsagina. Sarimsoq yurak uchun tabiiy himoya vositasidir. Qonni suyultirib, tromb hosil bo'lishini oldini oladi. Insult va infarkt xavfini tushiradi. Lekin agar siz qon suyultiruvchi dorilar ichsangiz, sarimsoqni ko'p miqdorda yeyish mumkin emas. Immunitet va shamollashga sarimsoq tabiiy antibiotikdir. Virus va bakteriyalarga qarshi kurashadi, immunitetni kuchaytiradi, shamollash va grippda yordam beradi. Qish oylarida sarimsoq yeb yurgan odam kamroq kasal bo'ladi. Sarimsoq hazmni yaxshilaydi, ichak faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Ortiqcha tuzni chiqarishga yordam beradi. Shu bilan birga buyrak va jigar ishishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Lekin me'yordan oshirilsa, oshqozonni bezovta qiladi. Qanday qilib to'g'ri iste'mol qilish mumkin? Eng to'g'ri usul quyidagicha: bir dona sarimsoqni maydalab yoki ezib 5-10 daqiqa ochiq qoldiring. Keyin esa suv, asal yoki qatiq bilan iste'mol qiling. Qovurib yemang, ko'p miqdorda yemang. Kuniga bir dona yetarli. Kimlarga sarimsoq mumkin emas? Sarimsoq quyidagi odamlarga mumkin emas yoki ehtiyotkorlik bilan yeyiladi. Agar sizda gastrit bo'lsa, oshqozon yarasi, me'da og'rig'i, qon suyultiruvchi dori ichadiganlarga va operatsiya bo'lishdan oldinroq yeyish mumkin emas. Xulosa qilib aytganda, sarimsoq inson organizmi uchun juda ham foydali tabiiy ne'matdir. To'g'ri me'yor bilan doimiy ravishda ishlatilsa foyda beradi. Agar videomiz sizga foydali bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying. Chiqadigan yangidan yangi videolarimizni ko'rib borasiz.